Kuchukli. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Nechinchi yilsiz? Nechinchi yilmi? Ne ham savol beradi. Endi hamma uchun qiziqda. Nima uchun masalan bilmadim. Ko'p eshitaman, nechinchi yilsiz, necha yoshsiz, yo'g'ida, buyog'ida. Или hamma bolalarga shunaqa savol beriladimi? Или hamma haydovchilarga shunaqa savol beriladi? Yo'q, masalan bir xillidan kichkina bo'lib qolishi mumkin-da. Hozirgi diyda bor-u, вообще katta bo'lib ketganda bolalar. Hozirgi diyda? Ha, men bu nima desam bo'ladi? Men qizlardan ko'rinishi qimmat, go'dali ham katta-da. Yo'q, xo'p, mayli, u go'da haqida emas, вообще nechinchi yilsiz nima uchun beriladi? Ha, kattami, o'zidan kattami, kichkinami? Masalan, katta bo'lib qolsa keyin nima bo'ladi? Endi katta bo'lib qolsa, endi bilmadim. Siz nima deysiz? Kichkina bo'lsa, sanli nima deysiz? Hayat. Nechinchiga o'xshayman bu. Endi 98, 99. Balkim o'zim yilim bilmayman. Aytmaysizmi? Bilmayman, aytmayman, bir nechinchi bo'lganimni. Pasportingiz borda? Yo'q. Pasportimni ko'rmaganman men. Pasport berishmagan hali menga. Pasport olmaganman. Pasport olmagan bo'lsa necha yosh bo'ladi? Endi 18 yoshda pasport olinadi. Значит, 18 ga ham kiramanman-da. Siz nechinchisiz? 2003. Katta ekansiz. Chunki men 18 ga kirmaganman-da. Prava qayerda? Qanaqa prava? Prava yo'q. Nima prava? Administrativniy prava bu kimnidir ustidan shtraf yozilsa, to'g'rimi? Yo'q, umuman mashina haydashga prava kerak-ku. Yo'q. Kim aytdi? O'zi. Nima o'zi? O'zining odam aytdimi? Barada jo'kda ko'rsating. Nimani? Pravani. Qani dosiz-ku? Ha, yilingizni ham ko'ramiz birato'la. 200 dollar bering, pravani beraveraman. Yagona darajada vastan qilsa bo'ladimi pravani? Yo'q, endi bo'lmaydi-ku, menga to'g'ri kelmaydi prava. Yo'q, 300 mingga vastan qilsa bo'ladi. Siz 300 dollar bering, men 300 mingga vastan qilaman, 2 million 700 ming, 3 million profit. Ha, undan ko'ra o'zimga olaman, o'zim alohida o'qib. Siz o'zi nechta qiz bilan gaplashgansiz? Nechta qiz bilan gaplashganman? Gaplashmaganman. Umuman. Bunda yaxshi ko'rgan qizim bo'lmaganda, shunday javob beraman. Ha, takka. Yo'q, takka emas, o'sha qizim bo'lmagan normal. Bo'lmaganmi? Qizim bo'lmagan, yaxshi ko'rgan qizim kim bo'lmagan? Bo'lishini xohlaysizmi? Yo'q. Nega? Nega xohlashing kerak? Endi bu taqdir-ku. Yo'q, bu taqdir, endi u qachon bu taqdir, nimaga men xohlashim kerak? Kimdir yaxshi ko'rib qolishim. Yo, masalan, hozirgi zamonda qiz bola harakat qilsa, o'g'il bola sevmasa bir tiyinda hech emasmi? Balkim. Sizcha ko'pchilik bilan sevishganmisiz deyman-da? Ne, unaqa? Savollaringiz shunga olib kelib taqoqdi-da. Balkim shunaqadir. Da, gaplashganman endi masalan bittada 5 tasi bilan masalan atnashinasizda, hammasi mana shu uylanaman deganida, shunaqa bo'lganda o'zimga yoqmagan, yo'q, hozir hech kimni yo'q. Bitta nechta bola bilan sevishgansiz? Xo'p, mayli, nechta bola bilan sevishgansiz? Sanoqli hozirgi kunda hammani unutishga harakat qilaman. Yo'q, xo'p, mayli, men unutishga harakat qilyapman. Yo'q, nechta odam bilan sevishgansiz shu paytgacha? Endi esimda yo'q, lekin sanamaganman bitta. Sanog'i yo'q ekanda. Sanog'i yo'q-da. Yo'q. Ne bittasida qolmagansiz? Chunki ular ham addushi bo'lmaganda. Ha, ular ham yuradan sevmagan. Ha, men uylanaman degani bilan ham baba ana men burchiga boradigani bo'lar ekanda. Uylanaman degani bilan ham. Ha, uylanaman degani bilan ham-da. Ha, bormaydigani bo'lsa, bu значит uylanaman degani. Da. Ha, tushunarli. Endi unaqa kamda hozirgi kunda. Chunki hozir ko'chaga chiqsangiz, ochuv-sochuv kiyingan qizlar-ku. Bir ko'chaga chiqsangiz, sizga o'xshab o'ranib shunaqa gap so'zlar qiladigan qizlar ko'p. Endi balkim bordir endi. Bittasi. Ya'ni vaqtida men ko'rgan hijobli qizlar bunday gap qilishini ko'rmaganman. Ko'rgandirman, esimda qolgan. Balkim yuragingizda qolaman, yuragingizda. Yuragimda qolasiz. Mayli. Shunday qiladi. Yarimini qo'yasiz, yarimini bunday qilasiz. Yo'q, yarim qiladiganlar ko'p-da, chunki. Men butun qilaman. Balkim unaqalar ham bor. Ikkita qiladiganlar ham bor.
98'damanmi? Men sizga nima shunaqa qiladiganlar yo'qmi sizda? Mandami? Prosta aytdim-ku, hammani yo'q qildim, atmen qildim deb. Endi meni o'chirdim keldi, tipa. Meni ham yo'q qilish, birinchi boshlab keyin yo'q qilish o'chirdim keldi. Sizni мнениеңizda. Yo'q. Endi butun qilishim yuragan. Butun qilmagan shu paytgacha yuragan. Endi bo'lgan, aytdim sizga atmen qilganman hammasini deb. Sanoqi yurichilarni atmen qo'ygansiz. Hijobda. Endi taqdir-u, masalan, taqdiringiz bo'lsa bu qizga uylanasiz, ming tanimagan qizingiz. Buni hech bilan gaplashgan. Yo'q, men aytmadim. Просто agar masalan ko'p odamlar bilan gaplashib shunaqa istoriya bo'lish yaxshimi? Bir savol-da, просто bu masalan, любой bitta erkak kishi menga farqi yo'q. Просто любой bitta erkak kishini kallasiga keladigan savol. Ayta olmasa ham, so'ra olmasa ham. Nima? Ertalabgacha aylanamizmi? Ertalabgacha qimmat bo'ladi-da. Ne qimmat bo'ladi? Chunki men o'zim ertalabga bugun xo'p chiqa olmadim. Ertalabki ishlarni matkaz qilishim kerak. U ishlarni matkaz qilish qimmat turadi. Qancha turadi? Qo'yavering, unaqa pul yo'q oldingizda bilan. Siz ishlamayapsiz uni ustiga, siz bera olmaysiz-da? Balkim bilmayman, balkim ishlamay turib bera oladigan qizlar bor. 10 ming, 15 ming qo'qon shuni oladigan odamlar bor, qizlarmi, bolalarmi bilmadim. Men bor shunaqa insonlar. Kamdan kam. Kamdan kam samasi bor. Ertalabgacha nima qilsak nima bo'ladi deysiz? Aylanamiz shaharni. Xo'p, keyin ketamiz. Ketamiz. Chet elga emas har holda. Yo'q, mayli siz aytasiz, men siz olib boraman, siz mijozsiz. Mijozsizlikda ham. Просто qizda qaqqa borsa bo'lar ekan, kechasi ertalabgacha. Tog'ga boramiz, aylanamiz. Mashinangizda takovizor. Keyin Abra shaharga qaytamizmi? Farqi yo'q. Mijozga farqi yo'q, yana bir jihat eshitolmadim. O'zingizni xohishingizda, masalan, rul sizda-yu. Meni xohishim shunday soat ertalab soat 7 da meni qo'limda 500 dollar bo'lishi. Zarur. Menga qarashmasa. To'g'ri ketamiz. Uyingiz qayerdaligini bilmaysizmi? Chapda. Qayerga uyingizga kelmoqda? Uyingga bir tashinda deysiz. Farqi yo'q. Aylansa, yo'q, просто uyimga olib borib tashlagandan keyin bo'lgan dialog bu. Men aylanishingizga, aylanmasligimizga ham yo'q deganim to'g'ri.